Hammaga bor, assalomu alaykum. Ayub Gallery. Bugun sizlar bilan tualet nimada, ya'ni oddiy tualet bilan parfyumni nima farqi borligini video shaklda sizlarga imkon qadar o'zimizdan jaydari xalq tilida tushuntirishga harakat qilaman. Bu videoni 2 yil oldin bu obzor olingan o'zi. Faqat sal ko'proq yoritib bera olmagan ekanmiz. Azgar bir ikkita qo'shiladigan joylari bor ekan. Hozir shu videoni ko'rib chiqdim. Hali ham shu savollar bo'lyapti, misol uchun parfyum taklif qiling deyshadi. Misol uchun parfyumlarni oldiga qo'ygan paytimizda tualet nimada desam, "Ha, tualetmi kerak emas" deyshadi. Ko'pchilik tualet nimada deganda, ko'pchilik hojatxona suvi deb o'ylashadi. Xo'p, kelaylik, birinchi bo'lib shu nimaga oddiy tualet deb nomlangan? Tarixda o'zi qaraydigan bo'lsak, oldin o'sha paytlarda imini cho'milayotganda to'yil degan mato bo'lgan. U matoni misol uchun ishqalagan paytida badanga shu to'yildan chiqayotgan xushbo'ylik hid bo'lganda, shu iminni o'shandan ruhlanib oddiy tualet deb nom qo'yishgan. O'sha tarixini o'rgan paytimizda. Xo'p, kelaylik, birinchi bo'lib detalni ko'ra qolaylik. Chanel Allure Home Sport oddiy tualet ko'rayotgan bo'lsangiz, yozig'i bor. Bu ko'proq bizani o'zimizdan iqlimdan kelib chiqib, o'zimizdan savdodan, o'zimizdan tajribamizdan kelib chiqib aytaman bu narsani. Ko'proq issiq havoga mo'ljallangan, ya'ni bahor, yoz fasllari ko'proq tavsiya qilamiz. Kuzda ham bo'ladi, kuzda tez salqin tushadi. Nimaga yozga tavsiya qilaman? Parfyumlar ham xuddi kiyimlarga o'xshagan hisoblayman. Sababi yozgi kiyim, bahorga, kuzga, qishga kelganga o'xshab parfyumlar ham xuddi shunaqa. Bahorga, yoz, kuz, qishkisi bo'ladi. Ko'pchilik bitta parfyum olgandan keyin 4 ta fasl ishlatishga harakat qilishadi. U noto'g'ri aslida. Xuddi kiyimlarni ham o'zi faslga qarab kiyamiz, parfyumlarni ham o'zini fasli bor. Oldinlari to'g'ri moyli parfyumlar ko'p bo'lgan, uni misol uchun universal ishlatishgan. Yillar davomida o'tib, o'sha bular ham rivojlanishni boshladi. Ya'ni oddiy tualet, oddiy parfyum, misol uchun kolon, ekstrat de parfyum o'sha yo'nalishda ko'payib ketdi-da. O'sha yo'nalishlarni imkon qadar videoda sizlarga harakat qilaman tushuntirishga. Misol uchun tualet nimadan aytdim. Ko'proq issiq havoga mo'ljallangan, sababi bu yengil fresh bo'ladi. Odamning me'dasiga tegib qo'ymasligi uchun, bosh og'ritmasligi uchun, ko'proq uzoq atir hidini kelishini xohlamaydigan insonlarga tavsiya qilamiz. Ko'proq bu yengil bo'ladi. Sepgan paytingizda parfyumni teriga so'kis beriladi. Terida 4 soat bilan 5 soat o'rtacha turadi. Matoda shu kiyimda bir kun uzoq saqlanadi. Tualet nimada? Misol keyingisi parfyumer nimada? Oddiy parfyum. Ko'rib turganingizda shu korobkada yozig'i bo'ladi. Oddiy parfyum, oddiy tualet. Shu yozuvlarga har doim ahamiyat beringlar. Xo'p, bu ko'proq 4 ta faslga tavsiya qilaman. Ya'ni kiyimdan tushuntiradigan bo'lsa, yengi uzun kiyim. Faraz qiling, ko'ylakmi, svitermi, yengi uzun. Amallab kiysa bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa chiqadi, lekin juda ham ko'p kuchli brendlar, juda kuchli parfyumlar oddiy parfyum bo'lib chiqadi. Ya'ni universal bo'lib, ko'proq hamma davlatga, hamma iqlimga tushadigan bo'lib, sotuv darajasini kuchliroq bo'lishi. Masalan, Louis Vuitton'da misol uchun ko'pchilik bilgan Imagination oddiy parfyum, Bulgari Tiger oddiy parfyum. Juda misol Chanel'dan ham 2014-yil kolleksiyasi ham oddiy parfyumda. Juda bundan qaraydigan bo'lsangiz, juda ko'p parfyumlar oddiy parfyum hisoblanadi. Eksklyuziv yo'nalishda ayniqsa. Xo'p, bu terida bitta taxminan 6 soat nari bersa, ingrediyentlarga qarab, ichiga qo'shilgan ingrediyentlarga qarab 6 soat nari bersa, kiyimni hisoblaydigan bo'lsak, bir kundan oshiq saqlanadi. Keyin bundan keyin o'sha parfyum dunyo yuzini ko'rdi. Parfyum yozuvligi. O'sha mashhur modellari-da bular. Bu Tom Fordda Amber Laser parfyum bu o'zi. Bu ko'proq, ya'ni salqinroq bizning iqlimdan kelib chiqadigan bo'lsa, ko'proq kuz faslidan keyin tavsiya qilaman. Bahorda ham bo'ladi, erta bahorda tavsiya qila olaman. Shu yozga o'tadigan paytda sraz bo'g'adi. Xo'p, hozir ayni payti kakras kuz boshlanyapti, ana etni sal ana qiladigan payti. Bu ko'proq jemper deb tasavvur qilaman men. Qalinroq. Stoykis kelgan bo'lsa, terida 8 soat, 6-8 soat bilan kiyimda bemalol 2 kun saqlanadi. U ishlatishga ham bog'liq. Keyin ko'pchilik aytadi, kiyimimda ham turmayapti bir xil payt deydi. Mana bunaqa narsa. Kiyimlarda ham matolarda bilasizlar, shulk bor, sintetika bor, paxta bor, ayniqsa paxtada ko'p turadi. Yana bitta narsani hisobga olishingdan so'raydim. Ya'ni bir xil sigaret chakishi mumkin yoki ovqatlaringga joy kiradi. Atirra dushmani hid hisoblanadi, ya'ni sigaret hidi, o'tin hidi, ovqat hidlari hisoblanadi. U avtomatik kesadi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi kesadi. Shuning uchun har doim kiyimga emas, teriga sevish tavsiya qilaman. Sabab terida birinchi o'chiribdi, shu odamning o'ziga tegishli bo'lgan hidi bo'ladi, ya'ni hammaga tegishli bo'lgan ifor bor. O'sha narsani parfyum yana ham rivojlantirib beradi. Xuddi kiyim kiyganingizda yarashadi. Atir sizga tushsa, yarashibdi degan ma'noda o'tib berishadi. Xo'p, undan keyin bu hozir 3 tasi eng mashhur doma ko'ring. Tualet nimada? Oddiy tualet, oddiy parfyum. Bu bizani ko'pchiligimiz bilgan modellar hisoblanadi. Lekini bor. Xo'p, kamerada ko'rinyaptimi, yo'qmi? Yaxshilab ahamiyat beringlar. Tagida kolon, ya'ni kologni yozilgan, yozib o'tibdi. Men ko'proq kolon deyman buni. Bu ko'proq issiq havoga, ya'ni yozni chillasiga tavsiya beraman har doim. Misol uchun terida maksimum 2 soat, 3 soatga boradi. Undan ko'p emas. Kiyimingizda yarim kunga boradi. Ko'proq kolonlar nimaga ishlatiladi? Bir xil atir yasashi, ya'ni o'ziga atir yasab olishni yaxshi ko'radi. Mix uchun
ko'proq chiqariladi. Ya'ni imini Jomalon kolleksiyasi ham o'zi anaqasida yozilganda aytadi, xohlagan atirlar bilan aralashtirib sepishlik uchun tavsiya qilib chiqargan bo'ladi deb. Ko'pchilik misol uchun puliga qarab aniq qilishadi. Ya'ni originalmi parfyumlar deydi. Ha, originalsi nimaga stoks turmayapti deyshadi. Birinchi sabab mana misol uchun bu ko'lon. Shu har bitta olayotgan mahsulotlarni tagiga qarab olasiz. Sababi har bitta ma'lumot o'zida korobkada yoki parfyumni yozig'ida o'sha tushuntirib turibdi-da. Misol uchun men deydim, misol stoksi manimcha soat 2 soat, men 3 soat, men misol 8 soat deb turibdi. $2 oldi, например, mana mashatiri nimaga turmayapti deydi. Puliga qarab ko'pchilik hisoblaydi. Yo'q, noto'g'ri narsa. O'shaning uchun bu narsani yana qaytadan video qo'yamiz. Ko'lon, eslab qolinglar. Ko'lon yozuvli parfyumlar, undan ko'p narsa kutmanglar. U ko'proq issiq havoga, ya'ni yozni chillasiga tavsiya qilaman, yana ham mazza qilasiz. Svejiy bo'ladi, bosh og'ritmaydi, riski bo'lmaydi-da. Ko'proq o'zingiz yaxshi ko'rgan atiringiz bilan aralashtirib, o'zingizga atir ijod qilsangiz bo'ladi. Ko'lon. O'zi mana ko'pchilik 3 tani taniydi, o'ylayapman-da. Oddiy parfyum. Buni kamdan kam odam biladi yoki ko'pchilik bu narsani tushuntirmaydi. Biz misol uchun mijozlarga aytamiz, har doim bu stoksi manimcha 2 soat, 3 soat. Undan ko'p narsa kutmang deymiz-da. O'sha narsani tushuntiramiz. Xo'p. Undan keyin yana mashhurlikka kirgan yo'nalishlar hisoblanadi. Misol uchun yaqinda Dior oilasidan ham chiqdi. Savage Elixir. Elixir degani nima degani? Xo'p, sizlarga yana imkon qadar tushuntiraman. Elixir o'zi multfilmlarda elixirni nimadirlar papaylar ichadi-yu, yana ham o'zini yaxshi his qilib yoradi. O'shandan ilhomlanib qo'yilgan yo'nalish hisoblanadi. Elixirda har bitta elixirning yo'nalishdagi parfyumda ahamiyat berilsa, iforni ko'rgan paytingizda azizgina yoqimli shirini bo'ladi. Elixir parfyumga nisbatan ko'proq turadi, lekin yoqimliroq shirini bo'ladi. O'shani hisobga olinglar. Keyin Intense degan kolleksiyalarimiz bor. Masalan, Dolce Gabbana Zavonda Intense bor edi. Hop, mana ko'radigan bo'lsanglar, kamerada yaxshi ko'rish mumkin. Eau de parfum Intense degan yozig'i bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, imminni Eau de parfum kolleksiyasini nisbatan stoykiroq, kuchliroq qilingan modeli. Bunga qaraganda bu yo'nalish nisbatan yana kuchliroq turadi. Ya'ni, misol uchun bu 6-7 soat desam, misol uchun bu sal ko'proq turadi. Bunga Intense kolleksiyalarga ozgina derskiy nota qo'shiladi. Ya'ni patchouli, drevesniy yog'ochlar, shunaqa o'xshagan notalar ko'proq qo'shiladi. Xo'p, yana ko'pchilik mana atir taniydi, Meshini oilasidagi. Bu Extrait de Parfum. Parfumdan ham kuchli yo'nalish hisoblanadi. Bu ham o'ziga yarasha yo'nalishda. Ko'pchilik imini bakarat nimaga stoyksi zo'r deb, mana atirlarimiz turmayapti, boshqa olgan atirlarim turmayapti deydi. Turmaydi-da. Misol uchun bu tualet nivada bo'lsa, bundan aytganda 4-5 soat turadi. Bu parfyumer nivada Eau de Parfum bu, misol uchun 6 soat deb turibman. Endi bu teriga Extrait de Parfum kamida 8 soat beradi-da. Lekin bitta narsa bor, lekin yog'li, quruq badanlar bor. Shuni ham hisobga olish kerak. O'rtacha 8 soat, 6 soat bilan oralig'ida bemalol turib beradi ekstraktlar. Ko'pi turadi. Xo'p, kiyimingizni bemalol 2 kun bir xillarda yuvmasa ham ketadi. Endi paxta mato bo'lsa, endi aytganda sintetik matolar bo'lsa, ularda tez uchib ketadi, lekin paxta, sholklarda turib beradi, lekin yaxshi turadi. Xo'p, ekstrakt Intense. Hozir o'zida mana qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xil yo'nalish. Lekin eng mashhurlari Eau de Toilette, Eau de Parfum biz ko'pchilik bilganmiz. Lekin yoniga o'sha Elixir qo'shildi. Ekstrakt qo'shildi. Orada Intense qo'shildi. O'sha har bitta yozuvlar o'sha stoykasiga nisbatan belgilab beradi. Yana bitta narsa bor. Parfyum bilan tualet nivadada qolganlarda ham xuddi shunaqa. Yozgi atirlarda birinchi bo'lib boshli, verniy, ya'ni birinchi sepgan paytinglardagi nota fresh. Boshli notasida misol uchun bergamot, misol uchun apelsin, sitrusli mevalar, sochniy aromatlar yoki morskoy aromatlar bo'ladi. Sababi o'zi kun issiq bo'ladi. Issiq paytda ko'p narsa yoqmaydi, ya'ni bo'g'ib qo'yadi. Svejiy aromat o'sha nastareniyani ko'tarib maza qilasiz. Qishda bo'lsa, misol uchun nimaga bu tualet nivada kam turadi? Tana o'zi shundoq muzdek bo'ladi, ko'cha sovuq bo'ladi. O'sha qizimagan bo'lasiz. Unda o'sha parfyum nimasi bilan ajralib chiqadi? Buni boshli ingrediyenti o'tkir hidlar bilan boshlanadi, ya'ni patchouli, misol uchun drevesniy yog'och notali o'tkir hidlar bilan, musklar bilan yoki shirin hidlar bilan ochiladi. Sababi sovuq paytda sizga yoqadi. O'zi muzdek kun, mana issiq hidlarni hidlasangiz, o'tkir hidlarni hidlasangiz qanaqadir nisbatan yoqadi. Keyin parfyumda oxirgi o'sha bazaviy notasi o'sha freshlashib ketadi. Boshlik hidi derskiy bo'lib turadi, urib beradi, keyin sekin yumshab ketadi. Bunda bo'lsa, misol uchun yozgi kolleksiyalarda bo'lsa, boshda svejiy, fresh bo'lib turib, sekin jiddiylashib ketadi. Shularni ham hisobga olsanglar yaxshi. Keyin ko'pchilik menga eng ko'p beriladigan savollardan menga shunaqa parfyum berayki deydi, misol uchun orqalarimdan hidlar qolib ketsin deyshadi. Ya'ni misol uchun meni o'zimning imzoyim bo'lsin deydi. To'g'ri, harakat qilinadi unaqa parfyum, lekin bittada topish qiyin narsa-da. Uning uchun har xil parfyumlardan hidini ko'rib, eng kamida grammlab olib o'zingizga topib olishingiz kerak. Bittada mana men parfyumda bo'lmaydi. Misol uchun men ekstraktlar shu ish qilib berar, lekin bordi kimdir boshini otib qo'yishi mumkin. Kimdir ko'nglini aytadi, o'shalarni hisobga olish kerak. Yana bitta narsani iltimos qilib qolaman. Ertalab misol 2 dona sepgan tiringlar kechgacha gupillab turmaydi.
Nimaga deyishadi, masalan, palonchi mana oldimga kirib keldi, xonada hidi qolib ketdi deydi. Agar siz ham o'sha insonga o'xshab atir foydalansangiz, xuddi shunaqa sizda bo'ladi deyman. Qanaqasiga desa, bilasizmi deyman, ular ko'pchilik o'sha o'tsikdan maza qiladi. O'sha narsa uchun ko'proq foydalanadi. Masalan, siz bilan ko'rishdan oldin mashinasidan tushyaptimi yoki umuman sumkasidan olibmi, 10-15 minut oldin sepib kiradi. Atir sepganingizdan keyin 15-20 minutdan keyin atir ochiladigan payti bo'ladi. Ya'ni atrofga radiusga urib beradigan payti bo'ladi. O'sha paytda o'sha siz bilan ko'rishgan, shu siz bilan gaplashyapti, xonada turibdi, o'sha chiqib ketdi, o'sha urib bo'lgan bo'ladi. O'sha ketgandan keyin xonada 1 soatcha qolib ketdi deydi. Uradi kanishni. Siz ham xuddi shunaqa ish qilsangiz. Lekin ertalab sepgan atiringiz, masalan, ko'pchilik nima? 2 yoki 3 ta sepadi. 1, 2, 3 ta sepadi, lekin u kechgacha o'sh chiqib bera olmaydi. Qilib beradi, sepasiz, chiqasiz, o'sha 1 soat, 2 soat davomida bittada uradi, sekin pasayib ketadi. Siz ham masalan uchun kim bilan ko'rishyapsizmi? Ko'proq foydalaning. Ras shunaqa o'tsi xohlayapsizmi? Orqalardan hidingiz xohlayaptimi? Seping. U insonlar siz bilan ko'rishganda ham sepadi, yana o'tirayotgan mashinasida yana sepadi, yana tushayotganda yana sepadi. Men shunaqa insonlarni bilaman. Masalan, Chanel Blue'ni 1 oyda 100 mg dan 2 ta foydalanadi. 2 ta oladi. Endi faraz qiling. Misol uchun mashinasiga sepadi, o'ziga sepadi, yana tushsa yana sepadi. Endi bir xillar bor, unaqa ko'p sepa olmaydi, boshni ortib qo'yadi. Lekin, как раз bu yoqqa hozir salqin havolar kelyapti. Salqin havoda sizlar xohlayotgan stoyki parfyumlar ko'p bo'ladi. Ya'ni ko'proq parfyum, extrait de parfum, eliksirlar olinglar. Ras ko'proq turishini xohlayapsizlar, shunaqa yo'nalish olinglar. Lekin yana bitta narsasi bor, anaqasiga ham chidashinglar kerak. Bir xilla bo'g'ib qo'yish ham mumkin. Shirin hid bo'ladi, masalan, eliksir shirin bo'ladi, ekstraktlar ham o'ziga yarasha shirin, o'tkir bo'ladi-da. O'shalarni hisobga olinglar. Bittada risk qilib butun sotib olmanglar. Masalan, bizdan bo'ladi, boshqa joydan bo'ladi. Proba qilib yoki eng kamida teriyaga sepib chiqib ketinglar. Gramlab olib ko'ringlar shu yo'nalishni. Haqiqatan yoqqandan keyin qo'rqmasdan, ikkilanmasdan kattasini olsanglar bo'ladi. Xo'p, ma'lumotlar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Kimni yana qanaqadir mana parfyumni yo'nalishi o'zini qiziqtirgan, qiynalib yurgan savollari bo'lsa, kommentariy bo'limida yozib qoldiringlar. Orasidan qarab, qiziq yo'nalishlarga o'sha video orqali javob berishga harakat qilamiz. Ayub Gallery sizlarni xursand qilishda davom etadi.